Albatta har bir Minecraft o'yinchisi ushbu ovozni eshitgan. Ammo ular nega mavjudligini hech kim bilmaydi. Minecraft yaratilgandan beri g'or ovozlari hamjamiyat orasida bahsli mavzuga aylangan. Ovozlar nega tasodifan chiqib qolishi haqida bo'lsin yoki ularning ma'nosi hamda nimadan ogohlantirish haqida. Ammo hammasidan ham muhimroq savol. O'yinchi tomonidan to'liq nazorat qilinadigan dunyoda hamda g'orlarni o'rganish paytida nega bu vahimali ovozlar yangraydi va ularning ma'nosi nima? Yillar davomida hamjamiyat tomonidan bu ovozlar turlicha qarashlarga yuz tutdi. Ba'zilar bu ovozni Minecraftni esda qoldiruvchi nostalgiyasi deyshadi. Bu ularga g'orlar qanday vahimali ekanini bildirib turgan va o'yinni jonli his qilishga yordam bergan. Boshqalarni esa bu ovozlar qo'rqitgan. Niktofobiya, qorong'udan qo'rqish dunyoda eng ko'p uchraydigan fobiyalardan biridir va g'orlarni o'rganayotgan payt paydo bo'ladi. Qorong'uda qanday xavf-xatarlar borligi noma'lumligi ularni qo'rqitadi. Bu esa ularni g'or ovozlaridan nafratlanishiga sabab bo'lgan. Nega umuman bu g'or ovozlari mavjudligini tushunishimiz uchun odamlar ular haqida nima deb o'ylashiga qarashimiz kerak. Men hozirgina keltirgan ikkala misolda ham ular mutlaqo qarama-qarshidek tuyulsa-da, ular bu ovozlar haqida bitta umumiy fikrga egadirlar. Bu ovozlar qorong'ulik vahimasini yanada bo'rttirib ko'rsatadi. Ambians, ya'ni bu tovushlarning boshqacha nomi hamda ikki guruhga bo'linadi. Atrof muhit va blok ambiansi. Hozircha atrof muhit bo'limiga e'tibor qarataylik. Ishonasizmi yo'qmi, bu ovozlar faqat g'orlarda emas, boshqa yerlarda ham yangraydi. Nether ambiansi, suv osti ambiansi, hamma bilgan g'orlar ambiansi. Mana bu g'orlar ambiansi qachon chalishini aniqlaydigan kodning soddaroq variantidir. Mood algoritmi. Oddiy qilib aytganda, bu ovozlarning chalinishi yoki chalinmasligi kayfiyat ko'rsatkichiga bog'liq. 0% dan 100% gacha. Ko'rsatkich 100% ga yetganda u bitta ambient ovozini chaladi va 0 ga qaytadi. Ammo bu ko'rsatkich qanday aniqlanadi? Boya aytib o'tganimdek, odamlar bu g'or ovozlarini qorong'ulik bilan bog'lashadi. Bu raqamni hisoblash uchun o'yinchi atrofidagi 17 blokli radiusdan tasodifiy bitta blok tanlab olinadi va 3 ta mezon asosida kayfiyat qiymati o'zgarib boriladi. Agar tanlangan blokda yorug'lik bo'lsa, har bir daraja uchun 15.000 ga kamayadi. Agar blokning darajasi mutlaq 0 bo'lsa, kayfiyat 6.000 ga ko'tariladi. Agar yorug'lik darajasi 1 dan yuqori bo'lsa, kayfiyat o'sha darajadan 1 birlik kam bo'lgan qiymatning 6.000 dan 1 qismiga oshadi. Va biz buni boyagi kodda aniq ko'rishimiz mumkin. Bu shuni anglatadiki, agar o'yinchining atrofida barcha yo'nalishlarda 17 blok masofada mutlaq qorong'ulik bo'lsa, ular har 5 daqiqada shunday vahimali ovoz eshitadi. Ammo bu ovoz qanday ishlashi masalaning bir tomoni xolos. Barchani qiziqtirgan va hanuz javobsiz qolayotgan haqiqiy savol esa boshqa. Nega Notch uni o'yinga buni qo'shishni tanlagan? Va biroz qidiruvlar natijasida u nega bunday qilganini tushundim deb o'ylayman. Odatda yer ostida o'yinchi mutlaq qorong'ulikda qolganda bu ambient eshitiladi. Bu tovushlar oldinda nima borligini, noaniqligini bo'rttiradi. Agar ko'rishingiz cheklangan bo'lsa, bu ovozlar vahimaga soladi. Bu uqubatli kutish qo'rquvidir. Ya'ni ko'z oldingizda aniq biron narsa sodir bo'lishidan emas, qandaydir noxushlik yuz berishi mumkinligidan qo'rqish. Vahimali uyni tasavvur qiling. U yerda qo'rqinchli narsalar borligini bilasiz, ammo ularning qayerdaligini, qachon paydo bo'lishini bilmaysiz xolos. Bu maxluqni ochiq maydonga qo'ygandan ko'ra qo'rqinchliroq tuyg'u. Bu g'or ovozlari ham o'sha g'oyani takrorlash uchundir. Ya'ni bu yerda nimadir bor, ammo nimaligini bilmaymiz. Vaholanki aslida u yerda hech vaqo bo'lmaydi. Minecraft sizning nazoratingiz ostidagi o'yindir. O'yinchilar nima qilishni, buni qanday qilishni o'zlari tanlashadi va har qanday narsadan ko'ra kuchliroq bo'lishadi. Biroq bu g'or ovozlari o'sha nazorat tuyg'usini parchalab yuboradi va ular sizning ichingizdagi kutilayotgan xavf qo'rquvini uyg'otishga harakat qiladi. Ular butun dunyodagi o'yinchilar to'liq nazoratga ega bo'lmagan yagona joyga e'tibor qaratadi. Ya'ni yer osti olamiga. Aslida g'orlarning o'zi yolg'iz holatda hech kimni qo'rqita olmaydi. Chunki biz bilganimizdek, ular odatda har qanday xavf-xatarlardan butkul xoli va bo'mbo'sh bo'ladi. Peshera ovozlari atrof muhitni bunchalik vahimali qilib ko'rsatishining sababi, ular o'yinchini o'sha qorong'ulikni har xil ehtimollar bilan to'ldirishga majburlash uchun loyihalashtirilgandir.